Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Bugun qabulimizda pnevmoniya bilan, ya'ni o'pka shamollashi bilan bemor kelgan ekanlar. UZI qilishdan maqsad tomografiya qilishganda yurakda suv bor deyishgan ekan, mana o'sha suv, mana o'sha qorayib turgan narsa yurak bilan, mana chegarasi bilan mushak bilan perikardi orasidagi suyuqlik, shu qoralikni ham shu suv bo'ladi. Normalda 30 gacha bo'ladi hamma odamda ham. O'sha bulardan 45-50 atrofida chiqyapti. Bu shamollashniki, bu vahimali nima emas, shu shamollash o'zi davolanganda ikkilamchi bo'lgan perikardit davolanib yaxshi bo'lib ketadi. Xullas shu tomografiya topgan narsani aniqlab shu hajmigacha biz yozib beramiz. Endi o'zingizlar shunaqa bir xususiyatlari ham bor yurak uzisi exosini qo'shimcha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videoga like bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yasizlar.